Xitoyning uzun yillardan buyon O'rta Sharqda o'z ta'sir doirasini kengaytirishga urinib kelayotganligi, shundaqla O'rta Sharqdagi musulmon davlatlar Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan irqiy qirg'inchilik jinoyatiga ko'z yumib kelayotganligi ma'lum. O'tgan yil 10 oyning 7-kuni Hamas qurolli kuchlari Isroiliyaga hujum qilgandan keyin boshlangan Isroiliya-Hamas to'qinishida Amerika Isroiliyani qo'lladi. Xitoy bo'lsa Hamasni qo'lladi va zo'r ko'pchilik musulmonlarning moyilligini qo'lga keltirib, Amerikaning O'rta Sharqdagi o'rni va ta'siriga cho'ng xiris paydo qilgan bo'ldi. Musulmonlar dunyosining bir qismi bo'lgan Uyg'urlar bu cho'ng davlatlarning O'rta Sharqdagi kuch talashish raqobatida qanday rol o'ynashi mumkin? Yaqinda Amerikaning To'plik nomli gazetiga chiqqan bir maqolada Xitoyning O'rta Sharqda kuchayib ketgan ta'sirini cheklashda Uyg'urlar masalasining muhim rol o'ynaydiganligi o'tirg'i qo'yilgan. Amerika Davlat Majlisiga oid xabarlarni ko'proq e'lon qiladigan bu gazetning to'rida e'lon qilingan Xitoy O'rta Sharqda utuq qozonmoqda. Uyg'urlar buni to'xtatishda ochqishliq rol o'ynashi mumkin nomli bu maqolada kommunist Xitoyning avtobashirisini oshkorlash, ya'ni Xitoyning islomga bo'lgan dushmanligini va Uyg'urlarga elib berayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatini O'rta Sharq davlatlariga davomli bildirish orqali bu rayondagi musulmonlarning Xitoyga bo'lgan hushyorligini o'stirish, Xitoyga bo'lgan muhabbatini ojizlatish, Xitoyning bu rayondagi nufuzi va ta'sirini cheklash kerakligi o'tirg'i qo'yilgan. Amerikadagi siyosiy kuzatchi Ilshad Hasan apandi bu maqolani ko'rgandan keyin radiomizga qilgan so'zida Xitoyning jinoyatini O'rta Sharq musulmonlarining asosan biladiganligini, shunga uning ancha unumi bo'lmaydiganligini bildirib mundaq dedi. Bu yerda Xitoy o'zini islom dunyosining yaqin do'sti, islomni qo'g'daydigandek, islom uchun kurash tan qiladigandek ko'rsatib, o'zini Amerika va xristian dunyosining dushmani degandek mushu qiyofatda ko'rinib, bu yerda ma'lum darajada futyotdi. Hamda Uyg'ur masalasi orqali Xitoyninki u yerdagi ta'sirini ojizlatqini bo'lamdi degan vaqtida meningcha buningdimi bak cho'ng rol o'ynashi natayin. Hozir O'rta Sharqdagi xalqning hammasi Uyg'ur masalasini, yana Uyg'ur milliy qirg'inchiligini meningcha bilib bo'ldi. Ammo hokimiyat yana asosan Xitoy tarafdori bo'lib turyapti. Shuning uchun bu Uyg'ur masalasini endi bilmaydi, bildirsa bu yernikin o'zgartirdi deganga meningcha bunga men qo'shib ketmayman. Ammo lekin Uyg'urninki uchrayotgan milliy qirg'inchilikni g'arb dunyosi kuchab konkret siyosatlarni qo'llansa, meningcha buni aql chekindirgan bo'ladi. Masalan, 2016, 17, 18, 19largacha Qashqa, Urumchi, G'uljining ko'chalaridagi Chamdamda bir saqchi punktlari, tekshirishlari, o'rta maktabdan doktorxonalarni lagerlarga o'zgartganligi hammasi ma'lum darajada Xitoy yoshurun holatga o'tgan bo'lsa-mu, demak xalqaroning besimning tufaylidir. Albatta, agar O'rta Sharqmi buningga qo'shilgan bo'lsa, Xitoy allburun xeyli aqlga chekinatdi. Uyg'ur xalqi bir nafas og'idek bir bo'shliqqa erisha olishi mumkindi. Ammo lekin hozirgacha texi uni ko'rmadik. Maqolada mundaq deyilgan: Şinjandagi Uyg'ur va boshqa musulmon millatlarga yo'shirin elib berilayotgan irqiy qirg'inchilik Yugoslaviya urushidan buyon musulmon emaslar musulmonlarga elib berayotgan eng og'ir ziyonkashlikdir. Xitoy hozir Isroiliya armiyasini gunohsiz musulmonlarni bir tutash qirg'in qilyotidi deb ayblamoqda. Halbuki Xitoydagi irqiy qirg'inchilik maxfiy qolmoqda. O'rta Sharq rayonidagi hukumatlar Xitoy bilan yomonlashib qolmaslik uchun Uyg'urlarga oid xabarlarni qattiq tekshirdi. Gazet va boshqa taraqqularda bu masalani qat'iy tilga olmaydi. O'tgan yil 6-oyda Arab davlatlari ittifoqi vakillari Shinjongni ziyorat qildi hamda irqiy qirg'inchilik haqidagi doklad yolg'on ekan degan xulosani chiqarishdi. Shu oyda yana Falastin prezidenti Mahmud Abbas Beyjingni ziyorat qilganda Xitoyning Shinjong siyosatini qo'llaydiganligini bildirdi. Amerikadagi Cato institutida islom va zamonaviylik temasida tadqiqot olib berayotgan Mustafa Aqyo'l apandi bu haqda radiomizga qilgan so'zida Xitoyning bugun Isroiliyaning G'azada elib berayotgan o'chirish harakatidan foydalanib, islom dunyosiga g'arb dunyosi musulmonlarning dushmanidir. Xitoy bo'lsa musulmonlarning do'stidir. Islom davlatlari bilan Xitoy orasida texmo yaqin munosabatlar qurilishi kerak degan signalni berayotganligini bildirdi. O mundaq dedi: Çin tabii ki burada iki yüzlü. Çin'in Müslümanlar hakkında, İslam hakkında ne düşündüğünü, Uygurlara karşı yürüttüğü soykırımdan biliyoruz. Xitoy albatta bu yerda ikki yuzlamachilik qilyotidi. Xitoyning musulmonlar va islom dini haqida nima o'ylaydiganligini uning Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligidan bilamiz.
Bu zulüm dünyaya aşkarlanıp ketdi. Xitoy buni yoshirish uchun boshqa masalalarni ko'tarib chiqib, islom dunyosida e'tiborga erishishga urinmoqda. Musulmonlar dunyosi buningga aldanmasligi, Uyg'ur davosini qo'llashni tashlab qo'ymasligi kerak. Ammo Amerika va G'arb davlatlari Isroiliyaga yordam berishni davom qilgan muddatcha Xitoyning O'rta Sharqdagi tashviqoti texmi oson bo'ladi. İslam dünyası, G'arb dunyosining qo'sh o'lcham qo'lnishiga g'azablandi. Ondan Xitoy bilan Rossiyaga yaqinlashib ketdi. Buningdan saqlangalı bo'lmaydi. Ve bunun üzerine Çin'e ve Rusya'ya yaklaşacaklar. Bu da kaçınılmaz bir süreç. Tepedek gezisiga chiqqan bu maqolada yana Amerikaning hozir Arab va Turkiy xalqlarining qo'llashiga erishishining osonga to'xtamaydiganligi, ammo Isroiliyani qo'llash sababidan O'rta Sharqdan ayrilib qolgan nüfuzini va ta'sir doirasini Xitoyning qo'lidan tortib ololmaydiganligi bildirilgan. Maqolada mundaq deyilgan: Xitoyning O'rta Sharqda asosli tashqi kuch va yetakchi davlat bo'lishining oldini olish uchun Amerika Xitoy degan nomni O'rta Sharq davlatlarining nazarida irqiy qirg'inchilik bilan o'xshash nom qilib ko'rsatishi kerak. Buning uchun Amerika Tashqi ishlar ministrligi bir plan tuzib, Xitoyning jinoyatlariga oid uchurlarni taqitishi, O'rta Sharqdagi yerlik taraqqiylar va ommaviy tashkilotlar bilan uchrashib, Amerikaning yer shari taraqqullarining manbasini ko'paytirishi kerak. Ommaviy diplomatiyaga mas'ul kishilar, yerlikda ta'siri bor shaxslar, bo'libmi tor cho'lponlariga uchur ta'minlashi kerak. Chunki ular taqatgan uchurining taqilishi keng, ta'siri cho'ng bo'ladi. Eng muhimi, hukumatning yuqori darajalik amaldorlari O'rta Sharqda qilgan ziyoratlarida va oshkor nutqlarida irqiy qirg'inchilikni tilgilab turishi lozim. Amerikalik vaziyat analizchisi Gordon Chang apandi bu vaqtda to'xtalib mundaq deydi: Clearly, a vigorous public airing of China's genocidal policies. Albatta, Xitoyning Uyg'ur va boshqa Turkiy millatlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik siyosatini kuchli shaklda dunyoga anglatish O'rta Sharqning Xitoyni qo'llashini azaytadi. Ammo shundoq bo'lsin, Amerika bu kurashga qatnashishi kerak. Chunki biz 1948-yili BDT'ning irqiy qirg'inchilikning oldini olish va uni jazolash ahdnomasiga qo'l qo'ygan davlat. Biz asosiy qonunning 1-moddasiga asosan barliq kuchimizni ishga solib, Xitoyning bu qo'rqinchli jinoyatini to'sishimiz va jazolashimiz kerak. To prevent and punish those who commit this heinous crime. Amerikadagi siyosiy analizchi Andres Korapandi bu vaqtda radiomizga yo'llagan yozmachi inkosida mundaq deydi: Amerika albatta butun dunyodagi musulmonlarga Uyg'urlar uchrayotgan irqiy qirg'inchilikni davomli ta'kidlashi lozim. Ammo Amerika G'azada bombardimon qilinayotgan gunohsiz fuqarolarni qo'g'dash uchun tadbir olmasa, umu quruq gapdek anglanib qoladi. Maqolada Amerikaning O'rta Sharqda tashviqot va diplomatiya yo'li bilan Xitoyning ta'sirini ojizlatishga to'sqin bo'ladigan ikki omil o'tirg'a qo'yilgan. Buning biri Amerikaning ranjitib qo'yish ehtimoli bo'lgan ittifoqdoshi Turkiya, yana biri Amerikaning ishga yaramas bo'lib qolgan ommaviy diplomatiya organlari ekan. Turkiya Amerikaning NATOdagi ittifoqdoshi bo'lsa-mu, Amerikaning Isroiliyaga yordam berishiga qarshi chiqmoqda ekan. Maqolada aytilishicha, Amerikaning ommaviy diplomatiyasi bo'lsa hozir ojiz ahvolda bo'lib, uni kuchaytirish uchun Amerikaning so'g'oq munosabatlar urushi davridagi tashviqot kuchini asliga keltirishi zarur ekan. Bundaq ahvolda eng yaxshi usul Amerikaning O'rta Sharq davlatlari bilan Uyg'urlar masalasida suhbat o'tkazishi bo'lib, bu orqali Xitoyning Xinjiangdagi siyosatini yumshatib, u joyda zulmga uchrayotgan musulmonlarning ahvolida yaxshilanish paydo qilib bo'ladi ekan. Mustafa Aqyo'l Amerikaning Uyg'ur musulmonlarga yordam berishi uchun Falastin siyosatiga qayta qarab chiqishi kerakligini bildirib, mundaq deydi: Amerika'ya, özellikle Amerika Birleşik Devletleri yönetimine dönüp de siz eğer Filistinlilerin hayatlarını hiçe sayan Amerikaga, bo'libmi Amerika hukumatiga sizlar Falastinliklarning hayoti bilan kori bo'lmaydigan, faqat Isroiliyaning strategiyalik planiga yordam beradigan tashqi siyosat yurgizishni davom qilsanglar, islom dunyosini emas, 3-dunyo ellarini qo'ldan berib qo'ysizlar. Buni tunishinglar kerak deyish lozim. Amerika Isroiliyaga yordam beravermay, uni tizginlashi, to'qinishlarni hal qiladigan siyosatni yo'lga qo'yish kerak. Shunda qilgandila Amerika islom dunyosining hurmatiga erishadi. Shundaqla Xitoyning O'rta Sharqdagi qaymoqtirish tashviqotlari ancha ta'sir ko'rsatilmaydi. Hem de Çin'in yürüttüğü bu gibi yanıltıcı propagandalar daha az etkisini gösterir.
Siyosiy kuzatchi Elshad Hasan apandimi Amerikaning Xitoyning O'rta Sharqdagi ta'sirini ojizlatish uchun Isroilga Falastin masalasini birinchi bo'lib hal qilishi kerakligini bildirib, mundaq deydi. Endi Xitoyninki O'rta Sharqdagi obrazi Uyg'ur milliy qirg'inchiligi tufaylidan obrazi xunuklashamdi deganda Xitoyning obrazi yo'q. Xunuk zaten. Xalqninki mayli musulmon bo'lsin, hammasi Xitoy hokimiyatininki qanday vahshiylik ekanligini hammani biladi. Xalq bilgan bilan hokimiyati Xitoy bilan yanala bir-birisiga quchoq etishib yuridi. Ham Xitoyni aqlab baqidi. Lekin hammasi Xitoyning bir tahdid ekanligini biladi. Ammo lekin ko'z oldidagi burunning ustidagi manfaatini deb ko'zni yumbatadi. Shuning uchun bu yerda xeyli bo'shliq bor. G'arb dunyosi tirishib Xitoyni O'rta Sharqdan chiqarib o'tishga imkonchiligi bor. Ammo uni hal qilish uchun G'arb dunyosi tirishib O'rta Sharq qaratgan siyosatini bo'libmi Falastin masalasini hal qilish lozim. Onun İsrailiya, Palestin hammasi tang bir yerga kelisha olishi lozim. Arab elleri, qolgan musulmon ellerimi bu masalani hal qilishga aql bilan hammasi bir yerga kelishi lozim. Bu masala hal bo'lsa, menimcha Xitoyni O'rta Sharqdan chiqarib o'tish unchalik tasmi emas deb qarayman.